Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana shu instrumentlarni, narsalarni hammasini pulimizga sotib olamiz-da. Hamma narsasini. Tokga ham o'zimiz pul to'laymiz. Mana shu mexanizatsiya, hamma texnologiya, hamma narsasi pulga kelganda, shu turishimiz va yurishimiz hamma narsa pulga kelganda. Bu degani aka ertaga tashab ketaman, indinga berib yuboraman. Kartangizga tashlab yuboraman. Bugun tashlab yuboraman deydigan akalar, ukalar. Biz ham pulga ishlaymiz. Biz ham bola chaqamizni boqishimiz kerak. Sizlarni lafziyligiga ishonib biz maza qilib yasholmayotgan bo'lishimiz mumkin. Sizlar o'sha kuni 40 ming so'm, 30 ming so'm siz qolsanglar, biz o'sha kuni non yemay qo'ya qolishimiz mumkin. Non yey olmay qolishimiz mumkin.